Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan erkin kurash texnikasi haqida gaplashamiz. Oddiy sport emas, bu kuch, aql va irodaning birlashgan san'ati. Bugun UFC oktagonida ko'rib turgan ko'plab chempionlar tasodifan yutmayapti. Ularning tayanchi kurash va grappling maktabi. Habib Nurmagomedov erkin kurash va sambo asosiga yetishgan mag'lubiyatsiz chempion. Islom Maxachev Dog'iston maktabining texnika va sovuqqonlik namunasi. Hamza Chimayev Shvetsiyada erkin kurash bo'yicha milliy chempion bo'lgan sportchi. Daniel Cormier Olimpiya darajasiga erkin kurashchi, keyinchalik UFC'da 2 vazn chempioni bo'lgan. Nega aynan erkin kurash texnikasi jangda ishlaydi? Chunki ilm shuni isbotlaydi. Kim raqibining og'irlik markazini boshqarsa, uning muvozanatini, nafasini va qarorini ham boshqaradi. Muvozanat yo'qolgan lahzada tananing himoya reflekslari kechikadi. Shu sabab takedown, klinch va yerda nazorat eng ishonchli g'alaba yo'li. Kurashchilar har soniyada fikrlaydi, qachon bosim, qachon sabr, qachon hujum. Bu faqat mushakni emas, xarakterni tarbiyalaydi. Zarba o'rganiladi, ammo raqibni boshqarish yillar talab qiladi. Erkin kurash bu matonat maktabi, bu intizom, halollik va sabr yo'li. Va shuni unutmang, oktagonda ko'pincha zarba emas, nazorat g'alaba qiladi. Yer esa har doim kurashchinikidir.